Leksimizi davamlaştırımız hürmetlik vatandaşım. Tüvendek haber rasmi alğanımız ispatlı qılıb olmaydı, biroq tor betiga chiqqanligi uchun men sizlarga yetkazib qo'yay dedim. Siyosiy o'zgarishdan qo'rqib, Reis Xi Jinping boshqa davlatga ziyoratga chiqishdan ikkilanib qoldi. Mavzuli xabar 3-oyning 17-kuni Dovi tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungoning Reis Xi Jinping asli plan bo'yicha Washingtonga ziyoratga kelishi kerak. Yani 4-qatimliq yadro bexatarligi yuqori darajaliklar yig'iniga qatnashishi kerak edi. Lekin hozir Xi Jinping va uning muxlislari oldig'imi yanalmaydigan, kaynigimi yanalmaydigan qiyin ahvolga tushib qolib, Jungoning vaziyati qalaymiqan, xotirjamsiz bir holga kelib qolganda, agar Amerikaga ziyoratga berishni bekor qiladigan bo'lsa, undaqda Kompartiyaning ichki qismidagi hayot-mamotlik huquq talashish ko'rishini butun dunyoga oshkorlashga to'g'ri keladi. Lekin aslidagi vaqt tartibi bo'yicha Amerikaga ziyorat keladigan bo'lsa, suiqasd planlab Reis Xi Jinpingni taxtdan tushirmoqchi bo'lgan kishilarga fursat tug'dirib beradi. Undaqda Beijingda vaziyat kontrollikdan chiqib ketadi. Siyosiy kuzatuvchilar munda ko'rsatdi. Demokratik siyosiy tuzum o'rnatilmagan davlatlarda siyosiy hokimiyatni almashtirish e'tirof qilingan qoida tartib bo'yicha bo'lmaydi. Siyosiy o'zgarish doim degidek yuz berib turadi. Belki siyosiy o'zgarish qilguvchilar hokimiyatning eng yuqori qatlamidagi kishilar xizmat o'rnidan vaqtliq ayrilganda kriz va ziddiyatlarni vaqtida bartaraf qila olmaganda yuz berdi. 1964-yili 10-oyda sobiq Sovetlarda Brejnev Moskvada siyosiy o'zgarish qo'zg'ab, Xrushchev Qardengizga demilayotgan Xrushchevni amalidan elib tashladi. Fursatdan foydalandi. 1970-yili Kambodsjada siyosiy o'zgarish yuz berdi. Sixanok Fransiyaga ziyoratga ketgan vaqtdan foydalandi. Podshoh Sixanokni ag'dirib tashladi. 1971-yil Ugandada ommaviy siyosiy o'zgarish qilib, prezident Singapurga ziyoratga ketgan vaqtdan foydalanib, huquq o'tkazib oldi. Bundaq tarixiy faktlarni sanab tugatgili bo'lmaydi. Shundaqla 1980-yillarda 4 kishilik guruh deyilgan va ag'dirilgan Mavzudongning ayoli Jiang Qing, Yao Yuan, Jiang Qinqiao degan odamlarning hammasi amaliyotda siyosiy o'zgarish bilan Jungoda ag'dirilgan bir hokimiyatning yoki bir davrning odamlaridir. Bu siyosiy o'zgarishga boshqa yo'l izlab ketmasakmi, Jungoning o'zida yuz bergan harakati. Beijing siyosiy chambarligida yashayotgan kishilarning oshkorlashicha, Mavzudongga o'xshash tarix o'rganishga amroq Reis Xi Jinping oldinqilarning saboqlaridan ibrat elib, Moshundaq paytda Amerikaga yig'inga berish oqilonliqmi, emasmi o'lchab ko'rmoqda. Lekin u oxirgi qarorini chiqarmagan bo'lsa-mu, ziyoratga kelishdan burun va vaziyatning aniq bo'lishini qo'lga keltirmoqchi bo'layotdi. Bu demak, kelgusi bir necha kun ichida nihoyat kuchli bir uchar o'ttirg'i chiqadi deganlikdir. Bu xabarning rost yolg'onligini men tasdiqlab bermayman. Vatandoshlarım tor betiga chiqibdi, men sizlarga yetkazdim. Her halda Jungoda nima ish yuz bersa, tinch yo'l bilan yuz berishi lozim. Hozirgi vaqtda meningcha Reis Xi Jinpingning qo'li va hokimiyati orqali Jungodagi o'zgarishlarni, mayli iqtisod, mayli siyosiy o'zgarishlarni, siyosiy yangilash harakatlarini ishga oshira olsa, Jungoliklar to'g'ri bo'ladi. Bunun sebebi şu ki medeniyet inqilabını görüp öttük. Şundaqla 1911 yıllık Şinxay inqilabı 1949 yılgacha 40 yıl degedek Jungo şundaq işki urushga kirib qaldı. Endi bu tarixni Jungoliklar tekrarlaması boludu.